Albatta, men Andijon viloyati Shahrixon tumanida tug'ilib o'sganman. Maktabni ham ilk bor o'sha tumandan Shahrixon tumanida 39-maktabda borishni boshlaganman. 6-sinfgacha o'qiganman. Keyin 6-sinfdan Turk litsey ochilgan. Turk litseylarida o'qish baxtiga muyassar bo'lganman. Lekin shu dastlabki bilimlarimni asosan shu o'zimizning maktabda, tumandagi maktabda olganman desam bo'ladi. U paytlarda asosan chet tillarini o'qitish 5-sinfdan boshlanardi. Lekin o'sha paytda bizning baxtimizga ertaroq ingliz tilini boshlash imkoniyati bo'lgan. Ham 5-sinfda bizga ingliz tiliga ixtisoslashgan, boshqalarga haftasiga 1 marta, 2 marta ingliz tili bo'lsa, bizga har kuni bo'ladigan to'garaklar tashkil qilingan. Dars jarayoni ham kuchaytirib o'tilardi. Qiziq tarafi o'zimni xolalarim, o'qituvchilarim, ilk o'qituvchilarim bo'lgan, ingliz tili o'qituvchilarim. Ulardan juda ham minnatdorman. Asosiy bilimlarni, bazaviy bilimlarni ulardan olganman. Keyin ingliz tiliga qiziqishim oshishi yana ham Turk litseyda bo'lgan deyishim mumkin, chunki u yoqda ingliz tilida bo'lardi hamma fanlarimiz. Bundan tashqari chet elda yashab kelgan, chet elda o'qib kelgan o'qituvchilar bizga ingliz tilidan dars berishardi. O'shaning uchun o'sha paytda ancha meni произношенияларим, talaffuzlarim, aksentlarim o'sha paytda to'g'rilangan deb o'ylayman. Afsuski 2 yilgina o'qiganimdan keyin Turk litseyi yopilib ketdi. Keyin Asakadagi 9-gimnaziyada bilim o'qishimni davom ettirishimga to'g'ri kelgan. U yerda ham yaxshi o'qituvchilarim bor edi, ingliz tili o'qituvchilarim. Ular bilan olimpiadalarga borganman. Ular bilan ancha shug'ullanib, mana ulardan olgan bilimim orqali shu oxiri Amerikaga ham borish imkoniyati bo'lgan. 11-sinfda o'sha paytda Flex programmasi bo'lardi. O'sha Flex programmasini dasturidan o'tib, Amerikada 1 yil o'qib kelish imkoniyati bo'lgan. Eng haligi nima deydi, ingliz tili bilan to'liq kontaktga kirishgan vaqtim shu paytda bo'lgan, chunki bu dastur shartiga ko'ra borib oilada yashaganman u yoqda. Oila bilan yashaganman, kundalik tilimga aylangan desam ham bo'ladi ingliz tilini. Keyin shu 1 yillik dasturdan keyin qaytib kelib O'zbekiston universitetiga kirdim. Jahon iqtisodiyot va diplomatiya universitetida 2 yil o'qiganimdan keyin yana Amerikaga qaytish imkoniyati bo'ldi. O'qishimni u yoqqa olib ketib, bu yoqda ko'chirib yana 5 yil o'qib qaytib kelganman. Qaytib kelganimdan keyin universitetni qayta tikladim. Qayta tiklab, keyin o'sha 2-marta qayta tiklagan paytimda dars berish imkoniyati paydo bo'ldi. Orada mehmonxonada ishlab yurardim. O'sha mehmonxonada endi o'sha paytlarda oila qurish oila qurishimga to'g'ri kelgan. Oilani o'qishni olib ketish qiyin bo'lgan. Shu sababdan qo'shimcha ish olish nimasida tug'ilgan o'sha paytda. Keyin mehmonxonada ishlab yurganimda mehmonxona qiyin edi oila bilan ishlash, chunki kechasi ishlardim. Bitta kursdoshim sababchi bo'lib, hozirgi Everestning o'sha paytdagi boshlig'i, hozir ham boshlig'i, o'sha paytda TPI deb nomlanardi. Xurshid O'roqov o'sha paytda TPI deb nomlagan, keyinchalik Everestga o'zgartirgan. Mehnat faoliyatimni asosan o'sha yerda boshlagan, ingliz tilidan dars berish boshlashim. Juda ham katta tajribani o'sha yerda olganman, chunki Xurshidning metodikasi juda ham zo'r edi, u menga o'rgatgan. Shuning uchun shu paytgacha undan juda ham minnatdorman. Ancha-muncha narsalarni o'rganganman, qanaqa qilib bolalar bilan til topishish, mavzularni qanaqa qilib o'rgatish. O'sha paytda sekin-sekin rivojlanishni boshlaganman. Keyinchalik universitet tugatdim. Universitet tugatganimda o'zimni soham, yo'nalishim bo'yicha davom ettirish imkoniyati bor edi. Lekin shu ingliz tili yo'nalishida, dars berish yo'nalishida ketishga qaror qildim, chunki bu yo'nalishda ancha tajriba oshirdim. Ham o'sha paytda ancha-muncha bolalar bor edi o'qiyotgan. Ularni tashlab ketishga hech ko'zim qiymadi. Menimcha noto'g'ri ish bo'ladi deb o'yladim. Shuning uchun ularni tugatib qo'yaman dedimda, shu bilan shu sohada qolib ketdim. Keyinchalik mana hozir Xudoga shukr o'zimizning o'quv markazini boshladik, o'zimizning o'quv markazini ochganmiz. Orada xolamning o'g'illari bor, Sardor akam, Hakimov, ular ham o'qituvchilar. Ular bilan birga Stage Plus degan o'quv markazi ochib 2 yil yuritganmiz. Aynan karantin paytlarida to'g'ri kelgan bu narsa. Keyin shu 2 yildan keyin Sardor akam u yoqda biz ochgan joyda maktabda edi, maktab ichida edi, Chinozor tumanida. Ular qolishga qaror qildilar, lekin men o'zim alohida bo'lib bu yoqda uyim yaqinida Arkon Study deb o'quv markazi ochib chiqishga qaror qildim. Mana shuncha hozir bir
2-3 yil bo'ldi, xudoga shukr. Sekin-sekin endi shu markazni yurgizishga harakat qilyapmiz, xudoga. Albatta, u maza qilganim uchun o'zimning yo'nalishimda ketmasdan bu yo'nalishni tanlaganman, birinchidan. Ikkinchidan, dars o'tish jarayoni menga yoqadi. Mana qanaqa kayfiyatda kirishimdan qat'iy nazar, darsga kirganimdan keyin u yo'qoladi. Bolalar bilan hazil-huzul, kulgi, shunaqalar bilan o'taman odatda darsni. Darsim o'zimning ishimga o'zimga juda ham yoqadi. Shu sababdan bu sohani tanlaganman. O'qituvchilikni yana yoqadigan tarafi har xil bola bilan gaplashish, odamlarning har xil psixologiyasini o'rganish imkoniyati bor. Shu sababdan menimcha bu kasb menga yoqsa kerak. Endi buni og'riq deyish noto'g'ri. Bu ehtiyoj desam ham bo'ladi, bu xohish desam ham bo'ladi. Markaz ochishga xohish bo'lgan, o'zimning yo'nalishimni, o'zimni nima deydi, xohlagan yo'limda dars berish imkoniyati bo'lishini xohlaganman. Keyinchalik nima deydi, ko'proq odamlarga, bolalarga yordam berishni xohlaganman. O'zim qaror qabul qilishni xohlaganman. Endi boshqa masalan Everestda ishlaganimda ham, TPIda yoki akam bilan, Sardor akam bilan ishlaganimda ham yaxshi tajribalar bo'lgan. Lekin baribir endi mustaqillik jihatdan o'zingiz alohida bo'lsangiz, mustaqil qaror qabul qila olasiz. Shu sababdan arkonni ochish xohishi tug'ilgan menda. Shuning uchun ochib markazni shunchadan beri yurityapmiz, xudoga shukr. Markaz ancha-muncha bolalar nima deydi, bolalarga yordam berdi, ancha-muncha bolalarni bilimini oshirishiga yordam berdi. Shu sababdan bu qarorimdan xursandman. Hozirgacha xudoga shukr faoliyatimiz davom etib kelyapti. Endi arkonda asosan shu paytgacha bitta muammosi faqat o'zimga bog'liq bo'lib qolgani deb o'ylayman. Chunki hozirgacha natijalarim zo'r bo'lgan. 8,5 gacha natijalar qilganmiz, xudoga shukr o'quvchilardan. Lekin asosan ularning hammasi meni o'quvchilarim bo'lgan. Endi sekin-sekin boshqa o'qituvchilar, o'zimning shogirdlarimdan chiqarib, boshqa o'qituvchilar olib, ularga ham imkoniyat berib, ularni ham rivojlanishi uchun hamda natijalar ko'rsatish uchun hozir imkoniyat yaratyapmiz. Endi asosiy hozirgacha qilgan muammolarimiz menimcha shu boshqalardan sal orqada qolib ketdik. Harakatlarimiz, misol uchun mana ijtimoiy tarmoqlarni yuritishimiz. Sekin-sekin endi hozir bu narsalarni to'g'rilayapmiz, xudo xolisa. Endi bu yog'iga menimcha natijalarimiz ham, ishlarimiz ko'lami ham oshib qolsa kerak. Albatta hozir asosiy maqsadimiz birinchi o'quvchilar sonini oshirib, boshqa filiallar ochish. Chunki bilaman, hozir konkurensiya juda ham katta, o'quv markazlari juda ham ko'p, kuchli o'quv markazlari ko'p. Lekin shunda ham bozor katta Toshkentda, shuning uchun imkon qadar bozorga ko'proq kirib borish, ko'proq o'quvchilar chiqarish, ko'proq natijalar ko'rsatish. Keyin undan tashqari sekin-sekin balki boshqa o'quv nima deydi, ta'limni boshqa yo'nalishlarini ham sinab ko'ramiz. Maktabmi yoki universitetmi, shunga o'xshash niyatlarimiz bor, xudo xolisa. Endi sekin-sekin bu narsalarni nasib bo'lsa amalga oshiramiz. Albatta, birinchi bo'lib o'zi bolalarda qiziqish bo'lishi kerak. Bolalarda agar qiziqish bo'lmasa, boshqa sohalarda bo'lmaganidek til o'rganishda ham o'rganish yaxshi bo'lmaydi, samarali bo'lmaydi. Chunki qiziqqan narsasiga odam intiladi. Qiziqqan narsasini puxtaroq egallashga harakat qiladi. Shuning uchun odam o'zida qiziqish uyg'otish kerak birinchi bo'lib. Ikkinchidan, shuni o'rganishga kirishdimi, ichiga kirish kerak. Yuzaki o'rganish kerak emas. Masalan, bir xil ingliz tilini o'rganyapman deb faqat o'zini grammatika yoki so'z yodlash bilan chegaralab qo'yadi. Ingliz tilini menimcha kundalik hayot tarziga aylantirish kerak. Ingliz tilida kundalik tarzda gaplashish kerak, doimiy tarzda nimadir o'qib yurish kerak, doimiy eshitadigan active listening manbalari bo'lishi kerak. Misol uchun kinolar ko'radimi, qisqa YouTube videolar ko'radimi, yangiliklar ko'radimi, doimiy tarzda nimadir bo'lish kerak. Eng katta plus tarafi, men buni Amerikada yurganda ham sezganman. O'sha joyda misol uchun biz O'zbekistondan yoshi katta odamlar keladi. Green card yutib, boshqa qilib, ularning yoshi 50 yosh, 60 yoshli odamlar. Ularni hech qanaqa masalan kitobdan o'rganish imkoniyati yo'q edi.
ular qanaqa qilib o'rganardi? Muloqot qilib, gaplashib, boshqalar bilan doimiy tarzda muloqotga kirishib o'rganardi. Masalan, bitta holatni gapirib beradigan bo'lsam, bir 55 yoshli odam bilan o'qib ishlab yurgan paytimda tanishib qolganman, o'zbekistonlik. U odam mendan faqat ingliz tilida gapirishni so'rardi. Chunki u faqat o'sha ingliz tilini tezroq o'rganishi yo'lini shu deb hisoblardi. Shuning uchun u odam borgandan keyin 1 yildan keyin ingliz tilida ravon gapirishni boshlagan. Chunki atrofdagi hamma o'zbek bo'ladimi, rus bo'ladimi, boshqa millatlar bo'ladimi, faqat ingliz tilida gapirishini so'rardi ulardan. Shu sababdan menimcha ko'proq muloqot kerak ingliz tilida, hamda ingliz tili bilan doimiy bog'liqlik kerak. Uzilib qolish kerak emas. Misol uchun dars paytida ingliz tilida gaplashib, chiqib ketib o'zbek tilida gapirib, ko'proq rus tilida gapirsa, menimcha jarayon sekinroq bo'ladi. Bu juda ham qiziq savol. Men chunki bu doimiy tarzda o'quvchilarimga aytib keladigan narsa. O'quvchilarimga siz 5,5-6 dan u yoqqa o'ta olmaysiz deyman, chunki ba'zi birlariga aytaman, chunki ular doimiy tarzda faqat IELTS practice qilishadi. Faqatgina o'qituvchi bergan vazifani, o'shani ham nima deydi, ma'lum bir qismini yoki zo'rg'a bazo'r oxirigacha qilishadi. Xatolar ustida ishlash, qo'shimcha shug'ullanish, qo'shimcha manbalardan foydalanish, kundalik hayotda ingliz tilini ishlatish u haqda o'ylashmaydi. Asosan masalan ko'pchilik 8,5-9 oladigan odamlarni ko'rsangiz, hayotini ko'rsangiz yoki ular bilan gaplashib ko'rsangiz, ular xuddi O'zbekistondan bir qadam chiqmagan bo'lsa ham ingliz tilida xuddi o'sha mahalliy aholidek gapiradi. Chunki ular ingliz tilini o'zini tilidek, ona tilidek qabul qilgan, ona tilidek ishlatadi. Muloqotda, kundalik hayotda, masalan o'zbek tilida kitob o'qimasligi mumkin, lekin ingliz tilida обязательно har kuni nimadir o'qib yuradi. O'zbek tilida yangiliklarni ko'rmasligi mumkin, lekin ingliz tilida albatta ko'radi. CNN bo'ladimi, BBC, Euronews farqi yo'q. O'sha narsalarni qilish kerak. O'shanda keyin odam 8-8,5 ga chiqadi. Yana bitta narsa, bu menimcha ko'pchilik aytadi, o'qituvchilar aytadigan umumiy qoida, 8-8,5-9 oladigan odam ingliz tilini tactical language qilish kerak, everyday language qilish kerak. O'shanda keyin maqsadga erishsa bo'ladi. Endi hozir ko'p sohalar ingliz tili bilan bog'liq. Ko'p sohalarni manbalar ingliz tilida. Masalan, engineering bo'ladimi, IT bo'ladimi yoki medicine bo'ladimi farqi yo'q. Hozirgi yangi zamonaviy manbalar ingliz tilida. Shu sababdan ingliz tilini umumiy darajasini yaxshi bilgan odam ko'p sohada hozir muvaffaqiyatli bo'la oladi deb o'ylayman. Undan tashqari hozir masalan butun dunyoda globallashuv jarayoni tezlashgan, davlatlar bir-biri bilan muloqot olib borishi, aloqa o'rnatishi, odamlarni boshqa joylarga borishi, kelishi, shu jihatdan ham ingliz tili muhim. Chunki boshqalar bilan muloqotga kirish uchun bitta umumiy til hozir ingliz tili bo'lib qolgan ko'p joylarda. Shu sababdan bu jihatdan ham ingliz tilini odam umumiy muvaffaqiyatga erishishi uchun muhim deb o'ylayman. Bu kasb tanlaganimda doimiy xursand bo'lganman. Chunki bu kasb menga nimani berdi? Mustaqillikni berdi. To'g'ri, davlat sohasida ishlash ham hozir yaxshi bo'lib qoldi. Oyliklar ancha yaxshi, lekin baribir mustaqil bo'lasiz. O'zingiz agar nima deydi, o'zingizni markazingizni ochsangiz, ayniqsa ko'proq mustaqillik bo'ladi. To'g'ri, stress ko'payishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, lekin baribir odam mustaqil his qilishi yaxshi. Ikkinchidan, bu kasbni tanlash nimaga yaxshiligi? Bu kasbda men boshqalarga yordam berish imkoniyati bor. O'quvchilarga, masalan, men imkon qadar o'qish jarayonida skidkalar bilan o'qitishga, ya'ni imkoniyati kamroq odamlarga skidkalar qilib berishga harakat qilaman. Yoki masalan, o'zimni qarindoshlarim, jiyanlarim ko'p kelishadi o'qishga, ularga imkoniyat, nima deydi, yordam berish imkoniyati bor. Keyin bu sohani yana bitta plyus tarafi, yaxshi o'qituvchi bo'lsa, yaxshi daromad qilish imkoniyati bor. Shu sababdan bu sohani tanlaganimdan albatta xursandman. Albatta so'zim yakunida bu sohada faoliyat olib borayotganlar, bu sohani o'ziga tirikchilik manbai qilganlar uchun omad tilayman. Bu sohada juda ham mashaqqatli soha, lekin bu soha juda ham nima deydi, ko'pchilikka yordami tegadigan, mas'uliyatli soha deb bilaman. Shu sababdan ularga omad, hamma yuqori natijalarga erishsin, o'quvchilar yuqori natijaga erishsin. Bu bilan nima bo'ladi? Bizning jamiyatimiz, O'zbekistonimiz rivojlanadi. Shuning uchun hammaga omad, sog' bo'linglar.